Merhaba, assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, din qardoshlar. Navbatdagi obzorimizda echki teridan tikilgan, bo'yi uzun, orqasiga mol teridan dastak qo'yilgan, uchiga mol teridan dastak qo'yilgan. Bu mahsimiz foydali tarafi uchi temirlik, haligi ishchi batinkalar kiyadiganlar bo'ladi. Shunaqa 3 temirli batinka kiyadigan. Shularga 2 qavat qilib qilingan, kiyganda tez teshilib qolmaydi, tez yomon bo'lib ketadi. Tagcharmi mol teridan tayyorlangan, jabralari qo'yilgan, 100% echki teri mahsulot, mana tesmalar qo'yib tikilgan. Bo'yi uzun. Shunaqaligida rabochiy patinkalar bilan kiyishga juda qulay qilib qilingan, shu orqasi bilan uchi teshilib qolmasligi uchun. Buyurtma berish uchun bemalol telefon qilib buyurtma bera olasizlar. Chiroyli qilib tayyorlab beriladi. E'tiboringiz uchun rahmat.